Ustaz Faranglar. Ular yana qaytdi. Ha, 2005-yil 14-noyabr sanasida Ustaz Faranglar 3 filmi taqdim etildi va bu safargisi rostdan ham oldingilaridan boshqacha bo'ldi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? 3-qism oldingilaridek ajabtovur va mo'jizalarga boy bo'ldimi? O'ta film ko'rishga arziydimi? Va nega jamoat tarkibi birdaniga bunchalik kengaydi? Bugungi video davomida aynan shu savollarga javob topamiz. Har doimgidek videoda spoilerlar mavjud. Siz obuna bo'ling, men esa videoni boshladim. Film boshida bizga chavandozlar 10 yil davomida ko'rinish berishmaganini eslatib qo'yishdi. Chindan ham ikkinchi qism 2016-yilda premyera qilingan bo'lsa, 3-qism 2025-yilda premyera qilinmoqda. Bu shuni anglatadiki, kino olamida ham chavandozlar 10 yil davomida umuman ko'rinish berishmagan. 3 nafar yosh yangi chavandozlar, Leroy, Joy va Charlie haqiqiy chavandozlarni soxtalashtirib, Brett Finnegan ismli firibgar insonni to'nab ketishdi. Agar bilsangiz, umumiy kino olamining asl mohiyati ham shunda. Har bir qism boshida chavandozlar qandaydir insonlarni aldab, kun kechirayotgan bezorilarning yuzini ochib berish bilan filmni boshlab berishadi. Keyin ularni Daniel topdi. Unga ko'z tomonidan yangi topshiriq kelganini va negadir unda ushbu 3 nafar bolakayning ismi ham ko'rsatib o'tilganini aytdi. Topshiriq esa quyidagicha: Vanderberglar oilasidan katta yurak shaklidagi olmosni o'g'irlash. Hozirda olmosning egasi Veronika Vanderberg va u yaqinda auksion tashkil qilayotgan ekan. Ammo unga kimdir qo'ng'iroq qilib, olmosni unga topshirishini yoki 15 yil oldingi sirni ommaga oshkor qilishini aytdi. Bu sir esa Veronikaning otasi ayolidan tashqari o'z xizmatkori bilan ham ishqiy munosabatda bo'lgan ekan. Veronikaning onasi esa bu gaplarni bilgach o'zini o'ldirgan. Veronika esa boyagi xizmatkor ayolning mashinasini tormozini buzib qo'yish orqali undan qasos olgan. Lekin mashinada xizmatkor ayoldan tashqari yana bir bolakay ham bo'lgan ekan. Veronikaga qo'ng'iroq qilayotgan ham aynan o'sha bola. Ammo bu haqida biroz keyinroq. Xullas, Daniel boshchiligidagi yosh chavandozlar olmosni o'g'irlashdi va uni qanday o'g'irlashganini mayda detallargacha aniq qilib tushuntirib berishdi. Aynan shunisi bilan 3-qism boshqalardan ajralib turadi. Bu qismda barcha nayranglar va tryuklar ipidan ignasigacha ochib berildi. Boshqa qismlarda esa nayranglar u darajada ochiq qilinmasdi. Ja bo'lmaganida mayda qismi sirligicha qolib ketardi. Ularga olmosni o'g'irlash davomida eski chavandozlar ham qo'shilib oldi. Ya'ni Jake, Haley, Merit. Ularga ham ko'z tomonidan qartalar yuborilgan ekan va bizga shu topda chavandozlar nega 10 yil davomida ko'rinish berishmaganini va arazlashib qolishganining asl sababini aytishdi. Ularga ko'z tomonidan berilgan bir vazifani bajarish davomida xatolikka yo'l qo'yilgan. Bu esa oldingi qismlardagi politsiyachi rolini o'ynayotgan, lekin aslida chavandozlardan biri bo'lgan Dylan Shrekning qamalishiga olib kelgan. Olmosni ular Rusilion deb nomlanuvchi barcha ko'zboylag'ichlarning buyumlari saqlanuvchi qasrga olib borishdi. U yerda esa oldingi ko'zboylag'ichlar haqida ko'plab belgilar bor ekan. Masalan, Gudinining ko'ylagi ko'rsatildi. Leroy Charlie'ga o'qni tutib olish nayrangini ham ko'rsatdi va Charlie film davomida buni amalga oshirdi. Chavandozlar Rusilionda Tadeushni uchrashdi. Uni ham chavandozlar filmining birinchi qismida ko'rgan edik va chavandozlar bir-biriga o'z nayranglari bilan tryuklarni ko'rsatishdi. Bu sahna ham bitta kamerada juda ajoyib qilib suratga olingan. Veronika tufayli ularni politsiyachilar topib olishdi va chavandozlar politsiyachilarga qarshi chiqayotgan paytda bir xonada jang qilishdi. Bu esa to'g'ridan-to'g'ri muqaddima filmi yoki boshqacha qilib nomlanganda tush ichidagi tush filmiga belgi. Rusilion qasrida Tadeush halok bo'ldi. Joy, Jake va Meritlarni politsiyachilar tutib olishdi. Ularni qutqarish uchun esa Luladan yordam so'rashadi. Uni chavandozlar 2 filmida ko'rgan edik. U esa yo'lakda yiqilib qo'lini sindirib olgandek ko'rsatadi. Bu ham ikkinchi qismga belgi, chunki ikkinchi qismda ham u aynan qo'lidan shunday jarohat olgan qilib ko'rsatgan edi. Joy va Jake'ni qutqara oladi, ammo Meritni emas. Keyin ular Abu Dabidagi Veronikaning poyga mashinalari ko'rgazmasida Meritni olmosga almashib olishga kelishadi va ko'rgazma yaqinida chavandozlar yangi shou berishlarini e'lon qilishadi. Chavandozlar olmosga uni almashishadi. Yosh chavandozlar esa ko'rgazmadagi mashinani o'g'irlashadi. Mashinaning ketish sahnasi esa Gran Turismo filmiga belgi. Chavandozlarni esa Veronika qum tushib to'ladigan shishali qopqonga joylashtiradi. Bu esa 2020-yilda Rossiya tomonidan ishlab chiqarilgan Qaltis tomosha filmiga belgi. Ular suv quvuri orqali qumli shishani suv bilan to'ldirishadi va Hellening olmos uzugi yordamida shishani sindirib qutulishadi. Bu paytda esa Veronika yurak shaklidagi olmosni boyaga telefon qilgan shaxsga olib borayotgan edi. Bu shaxs esa Charlie ekan. Charlie men film davomida eng shubhalanishi mumkin bo'lmagan shaxs edi. Bu shaxs sifatida hattoki Leroydan shubhalangan edim, lekin Charlie. Xullas, film syujetining aynan shu qismiga mazza qildim. Charlie boyagi mashina halokati tufayli vafot etgan xizmatkor ayolning farzandi ekan va u baxtsiz qilib ko'rsatilgan hodisadan omon qolgan ekan. Bundan kelib chiqadiki, Veronika va Charlie aka-uka ekanlar. Charlie olmosni oldi, Veronika unga o'q uzdi va Charlie xuddi Leroy ko'rsatganidek o'qni ushlab oldi. Bunday sahna Gudini filmida ham ko'rsatilgan edi.
Veronikaga olmosni bunkerga olib borayotgandek ko'rsatib, uni aslida chavandozlar shousiga olib kelishgan ekan. Uning barcha hiyla va kirdikorlari ochib berildi. Charli olmosga egalik qildi. Hayron qoldirgan yana bir narsa bu ishlarning barchasi Charli tomonidan rejalashtirilgan. Ya'ni bu safar qartalarni chavandozlarga ko'z emas, Charlining jamoasi tarqatgan ekan. Ular barcha narsani mukammal rejalashtirib chiqishgan. Topshiriq ham Veronika va uning Vanderberglar oilasining asl haqiqatini ochib berish uchun Charli tomonidan uyushtirilgan ekan. Filmdagi titrlardan keyingi sahnada Dylan xabar qoldirgan ekan. Unda u qamoqdan chiqqani haqida hamda yosh chavandozlar jamoaga qo'shilgani, ko'z tomonidan yangi topshiriq berilib, sarguzashtlar endi boshlanganini aytdi. Film haqidagi barcha ma'lumotlar shu. Endi shaxsiy fikrlarimga o'tsam ham bo'ladi. Film reytingi deyarli oldingilaridek va mening fikrim ijobiy. Menimcha oldingilaridan qolishmaydigan film bo'lgan. To'g'ri, fokuslar va tryuklar u daraja ko'p bo'lmagan. Bo'lganida ham ular aniq qanday qilib qilinganligi ochib berilgan. Shu tomoni bilan bu film oldingilaridan ajratib turgan bo'lishi mumkin va yana bu qismda ular o'g'irlikni ochiqdan ochiq omma ko'z oldida qilishdi. Boshqa qismlarda esa ular nimadir o'g'irlashsa yoki kimnidir tonab ketishsa, ularning ortda qolgan shaxslar kim qilganini va qanday qilib amalga oshirganini bilishmay qolishardi. Lekin film oila davrasida uxlashdan oldin ko'rish uchun juda mos. Filmning 4-qismi ishlanishi deyarli aniq, chunki boya aytganimdek 3-qism oxirida Dylan bizga buni tasdiqlab berdi. Jamoa tarkibi nega kengaydi? Nega 3-qismda birdaniga 8 nafar chavandozga aylanib ketishdi desangiz, mening fikrimcha eski chavandozlar endi qaridi va ijodkorlar yangi chavandozlarni ekranga chiqarib borish orqali olamni kengaytirishmoqchi, eskilarni esa kamaytirishmoqchi. Bir tomondan bu ham yaxshi. Chunki birdaniga olam yangilanib ketsa, undagi qiziqish ham shu bilan birga so'radi. Bunga misol masalan Marveldagi Temir odam va Kapitan Amerikani olsak, ularni qasoskorlar Intihob filmida birdaniga o'ldirib yuborishdi va yangi Kapitan Amerika bilan Temir odam o'rnini bosishi kerak bo'lgan temir yurak bizga u darajada ma'qul kelmadi. Chunki bunga bizni oldindan tayyorlab kelishmadi. Chavandozlar filmida esa bizni shunga tayyorlashmoqchi, ya'ni keyinroq bo'ladigan katta o'zgarishlarga. Ogohlantiraman, bu shaxsiy fikrlarim. Ana shunday, bugungi videomiz shundan iborat edi. O'ylaymanki video sizlarga manzur keldi. Like bosib kanal rivoji uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Kinotime bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.